100 fasadini travertin qildirgan bo'larmiz yoki 26 da trendga chiqayotgan Milano qildirgan bo'larmiz. Eng qizig'i bu Milano'miz travertindan farqi oralarda zarlari bo'ladi. Travertinimiz ham 10 yil garantiya, bunga ham 10 yil garantiya beriladi, lekin buni gul suvoq yoki guli ko'p, fasoni ko'plarga mana shu Milano'miz qildirsalar ham bo'laver ekan. Travertinimiz narxiga keladigan bo'lsak, 100 ming so'mdan xuddi shunaqa ko'rinishda qilib berishar ekan. Buni 1 kvadrati Milanoda 14 dollar bo'lar ekan. Xo'p, travertinimiz 2 sloy travertin, 2 sloy jemshug, 2 sloy polirovka bo'ladi. Bu Milano'mizga keladigan bo'lsak, do'stlar, 2 sloy, ya'ni Milano 2 sloy gruntovkasi qilib berishadi. Bu narxlarda ichida O'zbekiston bo'lib dastavka, ustanovka, usta haqqi mutlaqo bepul bo'ladi. Agar travertinni foydasidan oldimsalar, mana shunaqa eshik-romda, ya'ni ramkalarni bonus tariqasida tegalarni ichida qilib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, 1 kvadrat metrning ichida O'zbekiston bo'lib dastavka, ustanovka, usta haqqi mahsuloti, lesasi, miqi shurufi mutlaqo bepul. Ushbu uyimizga, ya'ni 100 ming so'mdan 10 kunda ustakalarimiz 350 kvadrat metr tayyor qilib berishgan. Kimgadir qiziq bo'lsa, ustakalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. O'zi fasadga travertin qildirgan bo'larmiz yoki Milanomi? Komment o'z fikringizni qoldiring.